Allohim o'zingdan so'rovlarimiz bor, so'rovlarimizga yetkazgin. O'zingga duolarimiz bor, duolarimizni yetkazgin. Mushkul bolalarimizni mushkulni oson qilgin. Qarz borlar, qarziga najot bergin. Elimizga, yurtimizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik ato et. Allohim xalqimizga farovonlik ber. Xonadonlarga tinchlik ber. Oilalarga ahillik ber. Baxtsizlarga baxt, saodat ato et. Mol davlat so'ragan mol davlat ato et. Ilm yo'lida yurgan manfaat ilm ber. Mushkul tushgan mushkulni oson qilgin. Qarz bor, qarziga najot ber. Ota-onam deb ota-onasi umriga hajga boraman deganlarga Allohim o'zing oson qilgin. Allohim barchamizga gunohlarimizni o'zing kechirgin, ota-onalarimiz gunohlarini kechirgin, o'zing bizlarga rahim qilgin, ota-onamizga rahim qilgin. Qiyomat dahshatlaridan, qabr do'zax azobidan o'zing panoh ber, o'zing najot ber, Parvardigor. Allohim riyodan, ribodan o'zing panoh ber, o'zing kibrdan panoh ber. Aziz obunachilar, iltimos, men chin dildan ilinib, havas qilib sizlarga ilinib tashlayapman. Negativ bo'lmasdan amin deylar, amin deylar. Amin deylar.